tanamizda qon yuradi. O'shani bizniki boshqacharoq. Biz robot basbizda, lekin robotdaqa ishlaymiz. O'shaning uchun mana shunaqangi omegasi bor narsalardan likopemriy yurak uchun albatta iste'mol qilib turish kerak. Toza baliqni yog'idan olib tayyorlagan, dengiz tubidagi o'simliklarda 100% toza o'simliklardan iste'mol qilib yurgan baliqlardagi daho shvetsarskiy nutritsiologiyaga kiradi. Ajoyib narsa. Mana shundan ham iste'mol qilib turamiz. Mana biz o'zimiz oilada mana kalsiyni ham iste'mol qilamiz. Davleniya bo'lib qolmasligimiz uchun, asabiylashib qolmasligimiz uchun, yaxshi uxlash uchun valeriana melissa bu yurak uchun ham nihoyatda ajoyib narsa mana. Mana shu narsani ham iste'mol qilamiz. Mana bu endi sizni shamollagan joylaringizga har qanaqangi shamollash kasalliklarida, allergik reaksiyalarda sizga qalqon bo'la oladi. Bemalol bizga kelinglar.